Eronda demak o'zini maqsadlariga Isroil erisha olmasa, u asosiy e'tibor baribir Livanga qaratadi. Ya'ni o'sha 2024-25-yilda Livan bilan o'tkazilgan, hukumat bilan o'tkazilgan muzokaralarda Hizbullohni qurolsizlantirish masalasi bor edi. Lekin yil oxirigacha edi o'sha. Bu narsa chunki Livanni u hukumatida Hizbullohga yetadigan kuchi yo'q. Chunki Hizbulloh u Livandagi eng katta harbiy siyosiy kuch. Davlat ichida davlat. Davlat ichida davlat. Va Isroil harbiy harakatlarini endi bor e'tiborini mana shu Hizbullohga qaratish. Ya'ni Eronni yenga olmadimi, lekin Eronni proksi kuchlarga qarshi, ya'ni hammasi butunlay yo'q qilish, Hizbullohni yo'q qilish va agar ilojini topsa o'sha Yamandagi xususiyatlar masalasi bilan shug'ullanish. Chunki baribir Erondagi maqsadiga erisha olmadi, endi aholisiga ham, AQShda ham hozir shunaqa-ku. Baribir shuncha urush qildik, shuncha xarajat qildik. Natija adashmasam Isroil o'zi ham 9-10 milliardga yaqin mablag' sarflab qo'ygan. Ya'ni shu Eron urushi boshlangandan keyin. Endi AQSh iqtisodiyoti va Isroil iqtisodiyoti turli xil, ya'ni hajmlar nuqtai nazaridan 9-10 milliard Isroil uchun ham katta mablag' hisoblanadi. Baribir ertaga u hisobotini berish kerak, u pullar nimaga sarflanganligini. Va bilasiz, yahudiylar bilan moliyaviy hisobotlar qanaqa bo'lishini. Shuning uchun ham Isroil mana shu Erondagi harbiy harakatlar to'xtatilsa, Livandagi harbiy harakatlarni davom ettiradi. Ya'ni Hizbullohni yo'q qilmaguncha qo'ymaydi. Chunki ular bilishadi, boshqa bunaqa imkoniyat bo'lmasligi mumkin.